kamera bakıyor değil mi? Fakat menga qarab yeterkensiz ana başta ekan. Tamam aynen. Annesini bir anlatsın bize. Onangiz haqida gapirib bersangiz. Ona haqida gapirib bersangiz. Ona endi onadaqa odam yo'q bo'lsa kerak dunyoda. O'zi mehri bir dunyo o'zi. Endi bu hayotga ota qanday yashashni o'rgatadi, ona qadam bosishgacha har bir nuqtagacha o'rgatadi-da. Onamni juda yaxshi ko'raman. Doimo endi biz bitta kasbda bo'lganimiz uchun doim yonimizda. Qandaydir juda bir mehrli, bizga borini beradigan insonda. Onam bor joyda xotirjamman. Tamam. Şey soralım. Meslektaş olarak. Tamam, annesi illüzyonist ya. İllüzyonist olarak nasıl buluyor? Beğeniyor mu? Onangizni so'rayman, illyuzionist kasblari bor-ku. O'shaga siz qanaqa qaraysiz? Ya'ni sizga qanaqa ko'rinadi? O'sha qo'ygan ishlar. Endi onam O'zbekistonda ochiq maydonda birinchi illyuzionist fokuschi bo'lib chiqqanlar va birinchi bo'lib yagona ilon o'ynatuvchi va shunaqa yovvoyi hayvonlarni o'rgatuvchi ayol bo'lganlar. Endi bizni tug'ilishimizdan o'zi shuni ko'rib katta bo'lganmiz. Bizga bu narsa bir yomon deb o'ylamaganmiz hech qachon. Lekin odamlar ko'p eslashadi hozirgacha onangiz juda chiroyli fokuslarni o'ynab, juda chiroyli ilonlar bilan nomerlar bajarardi deb hozirgacha mana 15 yil bo'lgan bo'lsa, 20 yil bo'lgan bo'lsa davraga chiqmay qo'yishganiga hozir ham odamlar yaxshi nimalar bilan eslashadi-da shu onamni davraga chiqqanlarini. Yomon bir nimasi yo'q bizga haligi ko'rinishi buni. Çok iyi. Şey sorsana. Mesela çocukken annesi illüzyon gösterisi yapıp eğlendirir miydi? Evde mi? Evde ha şeyi onu. Ha. Sizlar kichkinalik paytinglarda doktorlar, oyingiz misol uchun shunaqa illyuzionist narsani ko'rsatib, sizlar bilan o'yin bermadilar misol uchun. Bo'ladi, oila davrasida hazillashib, siz bilan o'ynab, misol uchun o'ynatishadi-yu. Bolalarni misol uchun erkalab yoki o'sha fokuslarni bolalariga ko'rsatib, oila davrasida shunaqa bo'lganmi? Endi onam har yili bizda 2 yilda bir marta dorbozlar va polvonlar ko'rik festivali bo'lib o'tardi. Hozir ham mana shu an'ana qayta tirilyapti. Shu ko'riklarga yangi fokuslar tayyorlashardi, yangiliklarni yaratishardi. Shuni bizga davraga chiqishdan oldin bizga ko'rsatib berishardi-da bular. Biz uni sirini oqtarib qiynalardik. Baribir o'rgatishardi, chunki sekin-sekin biz o'zimiz ham bu fokuslarni o'ynaganmiz davraga chiqib. Shu Evet abi. Şey mi? Okey mi? Şeyi soralım. Esas ana sorumuz. Gösteri var ya. En son gösteri. Gösteriyi bize bir anlatsın. Tamam mı? İşte girdik, şunu yaptık, bunu yaptık.
kendi nasıl bulmuş gösteriyi? Bir de sonunda para ödülü almadılar ya hani o çok ahlaklı bir davranış bence. Tamam mı hani? Onu bir söylesin yani hani niye ödül almadılar? Mana oxirgi представление bor-ku. Ha. Misol uchun shu представлениеda oxirgida o'sha haqida ozgina gapirib bersangizda и plus bu yerda misol uchun qanaqadir mukofot deb berilar ekanu. Ha. Misol uchun mukofot berilmay qolgan paytlarda qanaqa his qilasiz o'zingizni? Endi bu dorbozlik san'ati bo'yicha ko'rik festivallarida go'dakligimizdan qatnashib kelamiz. O SSSR paytda, Soyuz paytlarida ham qatnashganmiz. Mana hozirgacha qatnashib kelyapmiz, Xudoga shukr. Bizning guruh hech qachon bir o'rinsiz qolib ketmagan. Yo birinchi o'rin yoki oliy o'rinni doim olganmiz, Xudoga shukr. Bunga harakat qilamiz. Shu yangiliklar kiritishga harakat qilamiz. Avvalo mashqlarning natijasi shu asosiy dadamning bergan tarbiyasi. Shu o'rgatgan narsalari bilan shu hozirgacha oliy o'rinda olib kelyapmiz. Endi mana bu yaqinda bo'lgan ko'rikda biz o'zimizni nomzodimizni olib qo'ydik, chunki dadamning xotirasiga bag'ishlangan ko'rik bo'lgani uchun biz voz kechdik o'rin olishdan va boshqa dorbozlarga berildi bu nimalar. Çok iyi. Bir de şöyle bir şey söylesen. Birinci festivaldi değil mi? Hı? Birinci festivaldi bu. Babası adına yapılan. Ha, yana bitta savol. Bu qilingan festival birinchi festivalmidi? Shu boboyingiz nomiga qilingan. Dadami. Dadangiz nomiga qilingan festivalmi? Birinchisimi? Dadami xotirasiga bag'ishlangan ko'rik festivali turnir ikkinchisi bu. O'lganlaridan keyin 1 yil o'tib shu Farg'onada o'tkazildi birinchi turnir. Bu ikkinchisi mana 2 yil bo'lganiga ikkinchi turnir o'tkazildi. İkincisi değil mi bu? İkincisi. İkincisi. Kaç yıl olmuş babam vefat edeli? 2 sene. 2 sene. Şöyle söyleyelim. Bak bu şartımız olsun tamam mı? Hani Türkiye'deki kardeşlerimize her yıl şu tarihini söylesin. Tamam, şu tarihte söylediğimiz, yapacağımız olan babam adına yaptığımız gösteriyi bütün Türkiye'deki kardeşlerimizi de bekliyoruz. Ha. Yana bitta bunaqa chaqiruv qilasiz ya'ni. Da'vatiya bo'ladi. Deylik turk xalqiga, umuman Turkiyaga aytasizki, misol uchun mana shu keyingi otangiz uchun bag'ishlangan festivalda Adını da butun söylesin. shu turk xalqini, otangizni ismlarini ham aytib o'tingda. Ha. Turk xalqini chaqiramiz, Ha. kelinglar degan taklif qilasiz. Ha. Xudo xolasa keyingi yillarga ham shu dadami nomiga bag'ishlangan festival ko'riklarda turk xalqini ham bir taklif qilib qolamiz. Xudo xolasa shu menimcha Turkiyada ham bir dorbozlik bo'yicha oldin bo'lgan, hozir bilmayman. Shu dorbozlari bo'lsa bir xalqaro qilib o'tkazsak, shu turk xalqi ham Tursunali polvon xotirasiga bag'ishlangan ko'riklarda qatnashsa juda xursand bo'lardik. Tamam. Şeyde unutmayalım. Telefonu da verelim. Al sen tamam mı? Program sonunda telefonu da yazalım. Tamam. Onu da söyle. İletişim numarası. Ha, iletişim numarasını program sonunda da yazalım. Direkt arasınlar. Akay'ı. Söylesin mi şimdi yoksa? Hayır, biz vereceğiz. Sen onu söyle. Ha, böyle. Anaqa keyin nomer ham yozib olamiz deb. Programmada chiqqanda o'sha ko'rikka misol uchun kim kelmoqchi, qanaqa kelmoqchi, shu vызов bo'ladi. Bitta nomer berishimiz kerak bo'ladi. Чтобы xalq qayerdan qanaqa olib kelsin, kimga Bo'ldi. kimga chiqsin deb. Ona uygun bir numara ayarlasın. Ha, misol постоянно aktivniy bo'ladigan, hamma javob beradigan Meniki aktivniy doim. beramiz. Чтобы Son soru. deganda Annesiyle ilgili bize komik bir hatır anlatabilir misin? misol uchun oilada bo'ladi, ya'ni nima desa bo'ladi, qiziqarli, kulgili voqealar ham bo'ladi, misol uchun. Ha. O'sha yoshligingizda ko'pincha qanaqadir qiziqarli, qanaqadir voqealar bo'lganmi o'sha onangiz bilan birga?
kulib eslaysiz pastda, ya'ni misol nimadir sho'xlik qilib qo'ygansizda o'sha hali ham eslab yurasiz. Misol uchun o'zim o'sha payt shunaqa bo'lganda kulib eslab o'tirasizlar. Shunaqa bir nima. Bunaqa narsalar ko'p bo'lgan, hozir esga kelmayapti, qarang. Böyle şeyler çok olmuştu da hangisi hatırlamıyorum şu anda. En çok hoşuna giden anlatsın ya. Önemli değil. Niye siz gap qo'yganlarni qiling. Ha. Mayli, aytib beraman. Men yoshligimda safarlarda ko'p yurardik. Endi maktabni tashlab bo'lmaydi. Qaysi shaharga, qaysi viloyatga borsak, o'sha yerda maktabiga dadam olib kirib o'qitardilarda. Darsdan chiqib tomoshaga kelardik. Bir Toshkentga safarga borganimizda maktabda o'qiyapmiz. Darsdan dadamni shogirdi olib tomoshaga yetkazib keladi-da. Maktabdan chiqdik. Bekatda tramvay kutib turibmiz. U tramvay keldida men shuni tramvayga chiqdim. U dadamni shogirdi xayoli qochib chiqmabdi-da. Men tramvayda orqa oynasiga bunday turdim. Tramvayda eshigi yopildi. Haligi joyda tramvayda ko'rdi-yu, meni ko'rdi-da, men qo'lim bilan maqat qildim, orqamdan yugurdi-da haligi dadamni shogirdi, qo'rqib ketdi. Haligacha shuni eslab yuramiz. U men kelib tomoshada o'sha yo'lni bilaman, qayerda tomosha bo'layotgan, qayerda tushishimni. Tomoshani kirib, tomosha qo'yayotgan paytimda u o'zi qo'rqib dadam oldiga nima deyman, qayerda qolib ketdi deb aytaman deb rosa qo'rqqan. Shuni hozirgacha bir ko'rishsak ham endi 60 ga kirib qoldi u odam hozir. Kulamizda shuni eslab doim. Çok güzel hatıra söyledin. Kestik efendim. Tamam mısın?